Assalomu alaykum qalbi nurlilarim. Bugun issiq kunlarda jonga rohat beradigan musiqali va mazali taom tayyorlaymiz. Qani bismillah deb boshladik. Idishimizga tuxum, tuz, suv solib yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ngra o'simlik yog'i, yetarlicha un qo'shib qattiqqina xamir tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni esa biroz sindish maqsadida chetga olib qo'yamiz. Vaqtdan unumli foydalanish maqsadida esa idishimizga suv, no'xat solib gazga pishirishga qo'yamiz. Bu orada esa podливamizni ham boshlab olamiz. Idishimizga yog' qo'yib, piyoz va kartoshkalarimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ketma-ketlikda qovurib, priprava, tomatning taxmirini olish uchun shakar va tuz solamiz. Yetarlicha suv, ta'bga ko'ra qora murch solamiz. Xamirimiz ham tinib tayyor bo'lib oldi. Xamirimizga un sepib, yupqa qilib yoyib olamiz. Yetarlicha yoyib olingan xamirlarimiz ustiga ko'proq un sepib, yengilgina o'rab olamiz va joyidan chiqarib, ingichka qilib to'g'rab olamiz. Xamirlarni yoyib qo'yish esdan chiqmasin. Idishimizga suv, tuz va oldindan pishirib olgan no'xatlarimizni qo'shib, so'ngra xamirlarimizni ohistalik bilan solib, yengilgina aralashtirib pishirib olamiz. So'ngra gazni o'chirib, rayhon qo'shib yaxshilab aralashtirib sovitishga olib qo'yamiz. Bu orada esa podливamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Va nihoyat eng yoqimli qismi, yetarlicha sovib bo'lgan taomimiz ustiga suyultirilgan suzmalarni qo'shib, idishlarimizga chiroyli ko'rinishda suzib olamiz. Chiroyli qilib bezatib, yaqinlarimizga taqdim etamiz. Siz ham tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.